Demak boshladik. Salom hammaga. Bugun 3-mart 2026-yil 11-video. Sizlar bilan Ron.com YouTube sahifasida ko'rib turyapman, mamnunman. Sizlar bilan Ron. Bugun sizlar bilan ijtimoiy o'rganish tuzilgan reja bo'yicha davom ettiramiz. Xo'sh, kecha tartibli rejamizga o'tadigan bo'lsak, tartibli ro'yxatlarni ko'rgandik. Bugun ularni atributlarini ko'rib chiqamiz. Atributga haliyam tushuncha yoki anaqa topmadim. Shu sozlamalar to'g'ri kelsa kerak. Xo'sh, matn muharririmizni ochib olamiz. Bu ko'rib chiqadiganlarimiz start reserved value. Qanaqa qiladi shu value raqamni start bu raqamni qayerdan boshlash ekan, reserved anaqa teskari tartib ekan, value qiymat berish ekan. Xo'p, keling ko'rib chiqamiz. Start reserved value. Xo'p, boshladik. Doc type kecha video jarayonini yozish jarayonida ozgina texnik emas, kodda noto'g'ri ketib qoldi. Title tagini ochib type atributini yozish o'rniga qisqasi title type bilan yopamiz dedi. O'shanga video cho'zilib ketdi. Keyin boshqatdan videoni yozishga to'g'ri keldi. Nima meta-esdan chiqdi. Meta e'tiborliroq bo'lishimiz kerak. Muhim dasturlash bu muhimlikni talab qiladigan soha. Men nazarimda kimlardadir unday bo'lmasligi mumkin. Start reserved va value. Bugun sizlar bilan savolim yo'q. Shunchaki bir mavzu haqida gaplashmoqchiman. Sun'iy idrok davrida dasturlash o'rganishimiz nimaga kerak? Chunki sun'iy idrok hamma narsani bizga qilib beryapti-yu degan tushuncha bo'lishi mumkin kimlardadir. Menimcha bu noto'g'ri. Hozir sun'iy idrok davri boshlangan bo'lsa,
start atributini yozib oldik. Type kecha type'da o'zim qilmoqchi bo'ldim. Type o'rniga type ichida 5 yozdim, 6 yozdim. O'sha sondan boshlanadi deb o'ylab. Lekin bo'lmadi-yu. Xo'sh, nima deyotgan edim? Sun'iy idrok davrida bizga muhimmi? Dasturan, ha, albatta muhim. Keyinchalik sun'iy idrok davridan keyin yanada boshqa qiziqarli sohalar kelishi mumkin. Endi men aniq bir narsa deyishim qiyin. Mana shu sun'iy idrokdan keyin aniq shu narsa keladi deb. Sun'iy idrok kecha bir podkastda ko'rib qoldim. Shu respublikada sun'iy idrok boshqarmasida ishlaydigan bir inson bor ekan. Shu aytib ketdilar. Sun'iy idrok bu bizga yordamchi. Men sal anaqa qilsam, sal qo'shimcha qilmoqchiman. Yordamchiga qurol deganda instrument. Qo'pol etiladi. O'shaning uchun o'zbekchada sal hozir aytadigan bo'lsam, qo'pol etilishi mumkin. Xo'sh, saqlab ko'rib olamiz qanaqa bo'lishini. Keyin qolgan atributlarni ham qo'shib chiqamiz. Tesha, ketma, aytgancha qo'shmamiz yo'q. Ma'lumot qo'shmamiz yo'q. Bugun o'quv qurollarida ruchka, qalam, chizg'ich, o'chirg'ich shunaqa narsalar bo'lsa, ish qurollarida teshak, ketmon, arra shu narsalar bo'lsa, axborot texnologiyalarida sun'iy idrok bu ancha rivojlangan instrument. Xo'sh, mana ro'yxatni ham tuzib oldik. Atribut berdik. Ikkita atribut berdik. Type i. Biza bu type'da rim raqamlari bilan yozganda bergan bo'lsak, start atributida 4-sondan boshlagin deb berdik. O'shanda 4, 5, 6, 7. Agar buni biz arab raqamiga, o'zimizning oddiy ishlaydigan raqamiga o'zgartiradigan bo'lsak, 4, 5, 6, 7. Adashmasam buni harfga o'zgartiradigan bo'lsak, 4-harfdan boshlab ketadi. D, E, F, G. Xo'sh, keyingi atributimiz reserved atribut ekan. Bu teskari ro'yxat tuzish atributi ekan. Teskari ro'yxat. Hozir ko'chirib olamiz. Chunki vaqtimiz yetmasligi mumkin. Xo'sh, bu qanday ishlatilar ekan? Bizga type kerak emas ekan, start kerak emas ekan, shunchaki reserved deb yozar ekanmiz. To есть reversed. Uzr, xato etganim uchun. Misol uchun dush yo'q. Yakshanba shanba juma
payshanba, payshanba, chorshanba, seshanba, dushanba. Saqlab olamiz. Nima o'zgarish bo'ldi ko'ramiz. Mana bizga teskarmacha ro'yxat qilib berdi. Yakshanba 7-kun, 6-chi, 5-chi, 4-chi, 3-chi, 2-chi, 1-chi teskari ko'rinishda ro'yxatimizni tuzib berdi. Keyinchalik buni qattiq ishlatishimizni balki tushunarmiz, lekin men hozir misol uchun mashinalar ro'yxatini qilganimizni tushunib turibman. Keyinchalik qattiq ishlatishimiz mumkinligini, lekin reverse'da hali tushunganim yo'q. Keyingi atributimiz value qanaqa o'qiladi bilmayman. Value nimadir o'qiladi. Xo'sh, qanday bu? Nima o'zi bu? Value hozir ko'rib chiqayotgan bo'yicha bu ham xuddi startdagi tag deb beryapti. Startdagi tag. Xo'sh, type farqi nimadaligini bilmayman. Ochig'ini aytaman. Balki value'ni boshqa parametr sozlamalarini keyinchalik ko'rarmiz. Saqlab oldik. 15-harfdan boshladik. Keyin alfabetda degan sozlama berib yangilaymiz. Yo'q. Olmadi. Adashmasam bu faqat sonlar bilan ishlasa kerak. Rim raqamini yozib olamiz. Xo'sh, yangilaymiz. Kodda qayerdadir xato ketdi. Men nimadir tushunmayapman, yoki kodda qayerdadir xato ketdi. Xo'sh. Hali ozgina vaqtimiz bor ko'rib chiqishga. Bo'lmasam keyingi darsga qoldiramiz, keyingi videoga qoldiramiz. Xo'sh, nega unday bo'lyapti? Qayerda? Xo'sh, buni keyingi videoda ko'rib chiqishga qoldiramiz. O'zim bir ko'rib chiqaman nimaga unaqaligini. Shu bilan bugungi videomizga yakun yasaymiz. Yoqqan bo'lsa yoqdi tugmasi, yoqmagan bo'lsa yoqmadi tugmasi. Yangi videoni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Obuna tugmasini bosinglar. Yana o'sha gap, talab, taklif, kamchilik, tilinglar, xatolar hammasi izohlarda yozib qoldiringlar. Keyingi videoda ko'rishguncha.